Qani aka, tepaga chiqingchi. Aka, uyingizga gap yo'q. Biza orzu qilgandan ham zo'r ekan. Lekin narxi nimaga arzon? Hujjatida bu yerda muammosi bormi? Biz ukam bilan bir necha yildan beri pul yig'ib, endi orzumizga erishamiz degan paytda ish qilib muammoga duch kelib qolmaymizmi? Okey, hujjatlarda umuman muammo yo'q. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Arzon berayotganim sababi onam Turkiyada davolatmoqda. Shunga pul kerak. 1-2 kun ichida hal qilib pulni olib bormasam bo'lmaydi tezda. Shunga arzon sotib olaman. Bo'lmasa sizga ishondimi? Onaxon tez tuzalib ketsinlar. Rahmat. Aka, o'zingiz boshlab bering. Kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Ukam. Aka, shuncha yil aringizda turib, axir o'zimizdan uyimizdan bo'ldi. Nimasini aytasan? Shuncha mehnati ketdi, mana bu yog'iga rohatini ko'rib, xudo xolasa, mazali yaxshi to'ylar qilib. Yuring, kiringlar aka. Kiringlar bolalar. Xola, siz kim bo'lasiz? Men Ahmadning onasiman. Sizlar o'rtoq bo'lsanglar kerak. Kiringlar, maqtiribsizlar, kiringlar uyga. Ona, o'g'lingiz shoshilinch ish bilan chet elga ketib qoldi. Shuning uchun kelamizga onamga qarab turinglar deb ketuvdi. Agar yo'q demasangiz, sizga qarab, siz bilan birga turamiz, ona. Ha, bolaman, baraka topsin. Shu yerda ham meni o'ylabdi. Nimaga ham yo'q deyman, bolalarim. Kiringlar. Yuring aka, bo'lmasa. To'xta ukam, tushunmadim senga. Bu nima qilganing? Aka, yoshlik deysizlarmi? Onamiz bo'lishini rosa orzu qilganmiz. Mana uy bilan birga Alloh onani ham berdi. Onaxonni ko'ryapsiz-ku, o'g'li sotib ketgan, lekin buni onaxon bilmayaptilar ham. Bu yo'g'i to'g'rilarni olib maza qilib yashaymiz. Mana bizga ona aka, ketdi. Yaxshi magazin, yaxshi ko'ngilni sotadi. Ona, men bilan qarang, men bilan vobshe zo'r-da. Beshlik tashlamaymi? Bolam, bilasan, xolang to'y qildi, bora olmadim. Endi 5 yil qilyapti. Bormasam bo'lmaydi, chaqirib qo'ymayapti. Bitta ko'yni olib bermasang bo'lmaydi, bolam, mana shu ko'ynida bora olmayman-ku. Men qilsa ham jigarimdek borishim kerak, bolam. Ey ona, sizga ham hayronman. Yoshingizni qarang. Sizga ko'yning nima kerak? Mana shu ko'yningizda borib ko'ring. Bu yerda hammasi o'zingizni tanishlaringiz, jiyanlaringiz. Hech kim sizni ko'yningizga qaramaydi. Hozir pulim ham yo'q, men rasxod qilgan ortiqcha. Ona, nima bo'ldi? Yoqmadimi sizga? Agar yoqmagan bo'lsa, boshqa do'konga olib boramiz, ona. Bolam, bular ancha qimmat bo'lsa kerak. Sizlarga og'irligim tushmasin. Mana shu ko'ynagim ham bo'veradi, bolam. Endi nima deganingiz bu ona? O'z yoqqan zo'r-zo'rlardan tanlang. Puldan xavotir olmang. Bizani ham onamiz ko'chada xursand bo'lib, yaxshi kiyimlarni kiyib yurishlarini xohlaymiz. Ona, buning kelsa hozir kafega. Ona, aka, tayyormisizlar? Ketdimi? Shakmikin bolalarim, uyda ro'zg'or to'la bo'lsa, o'zim shiringina ovqat qilib beraman. Meni ham onam bo'lsa, zo'r-zo'r joylarga olib aylantirib yuraman deb orzu qilganman. Orzuyim orzuligicha qolib ketmasin, onajon. Bolam, ertalab chiqib ketgandi. Xonnim ham ochib ketdi. Ikkitagina pirojka olib ber, o'tirib yeb oling. Qanaqa pirojka? Shunga ham hozir rasxod qilib o'tiramanmi? Ketdi uyga kiringlar, uyda ovqatingiz bemalol. Akam to'g'ri aytayaptilar, ona. Ketamizmi? Qo'yavering, ketdi. Hayding.